Assalomu alaykum hammaga. Mening kanalimga xush kelibsizlar azizlarim. Здравствуйте всем, добро пожаловать на мой канал. Bugun men sizlarga dog'larni oqartiruvchi hamda yuzlarimizdagi o'lik kletkalarni tozalab, ularni yoshartiruvchi ajoyib bir maskani qilib ko'rsatib beraman. Сегодня я приготовлю маску, которая омолаживает и отбеливает. Aziz kuzatuvchilarim, agar sizlarga video ma'qul kelsa, yoqsa, podpiska qilib, o'zingizni fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Bizga o'rtacha kattalikdagi kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkani artib, yaxshilab tozalab olamiz. Tozalangan kartoshkani cho'rkani kichkina tishidan chiqarib olamiz. Kartoshkadagi kraxmal va boshqa moddalar, vitaminlar terimizni oqartiradi, dog'larni to'q rangini ochartirib beradi. Kartoshkamizni siqib suvini chiqarib olganimizdan keyin bizga ayni daf sovuni kerak bo'ladi. Daf sovunini ham har xil turlari bor. Men bu maska uchun ayni kremlisini tanladim. Bu effektini yanada ham oshirib berishga yordam beradi. Sovunimizni ham qirg'ichimizni kichkina tishdan chiqarib olamiz. Kartoshkani suvini ustiga sovunni solib, yaxshilab ko'pirtirib, aralashtirib olamiz. Ishlatayotgan masalliqlarimizni aniq miqdori 1:1 bo'ladi. Ko'pincha men 1 choy qoshiq kartoshka suviga 1 choy qoshiq cho'rkadan chiqarilgan sovun solib aralashtiraman. Agar sizga ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, unda choy qoshiq emas, 1 osh qoshiqdan solsangiz bo'ladi. Bu maskani har doim yengil tayinlab ishlatishingizni maslahat beraman. Bu niqobimizni haftada 2-3 marotaba ishlatsangiz bo'ladi. Ba'zilar so'rashi mumkin, sovun yuzni quritmaydimi deb. Men o'zimda necha marotaba qo'llagan bo'lsam, yuzimga hech qanaqa yomon ta'sir emas, balki yuzimni juda ham yaxshi tarang oqartirib qo'ygan. Agar yuzingiz juda ham quruq bo'ladigan bo'lsa, namlantiruvchi bu niqobni qilgandan keyin namlantiruvchi kremlarni ishlatishingizni tavsiya qilaman. Nafaqat bu niqobdan keyin, har bitta qilingan muolajadan keyin albatta yuzlarimizni namlantiruvchi kremlar bilan parvarish qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Niqobimizni 10-15 minut turganidan so'ng nam salfetka yordamida yoki nam sochiq yordamida yuzlarimizdan maskani tozalab olamiz va yuzlarimizni iliq suv yordamida chayib tashlaymiz. Bu maska juda ham yaxshi effekt beradi. Dog'larni oqartirishga ham yordam beradi. Yuzlarimizni taranglashtirib, ularni oqartirib, chiroyli ko'rinishga olib kelishga yordam beradi. Azizlarim, shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga sihat, salomatlik, go'zallik va tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Xayr, salomat bo'ling.